Yangi yil bayrami har bir sohada yil sarhisobi qilinadigan palla. Bayram munosabati bilan Namangan viloyatining Uychi tumanida bir piyola choy ustida 3 avlod uchrashuvi tashkil qilindi. Uychi bugun nafaqat viloyat, balki mamlakatda ham rivojlanish nuqtasi sifatida ko'rilayotgan, mahalliy taraqqiyotda o'z namunasini yaratayotgan ilg'or tumanlardan biri. Yangi O'zbekistonda boshlangan shiddatli islohotlar tuman uchun chin ma'noda yuksalish davrini boshlab berdi. Bu yangilanishlar eng avvalo aholi hayotida o'zgarish yasagani bilan yanada muhimroq ahamiyat kasb etadi. Tumanda yil sarhisobi sifatida o'tkazilayotgan 3 avlod uchrashuvida uychilik nuroniylar yil yutuqlarini e'tirof etib, yangi yil rejalarini muhokama qildilar. 2025-yil mening nazarimda Uychida erishilmagan yutuqlar qolmadi. Barcha sohalardagi rejalar ortig'i bilan bajarildi. Tumanimizdagi har bir sohaga e'tibor berishimiz kerak. Tumanimizda 6 ta kichik sanoat zonasi bor. Muhtaram prezidentimiz bejizga ishsizlikdan xoli hudud deb ataganlari yo'q. Demak, 6 ta kichik sanoat zonasida kichiklarda 500 dan bo'lsa, oldilarda 1200 dan ishsizlar ish bilan ta'minlanib oilasiga daromad olib kelyapti. Undan tashqari infratuzilma deymiz. Butun ko'chalarimiz tashabbusli byudjet orqali yaratib berilgan sharoitdan kelib chiqib, asfaltlash ishlari amalga oshirilyapti. Ichimlik suvlari tortilyapti. Yoki o'sha oldingi davrlarda bizni yoshligimiz davridagi bo'lgan yog'ochli stalbalar deymiz. Shularning o'rniga betonli stalbalar o'rnatilganligi. Mana shunaqangi kundagi xalqimizni qalbida, demak, yangi O'zbekistonda yashayotganligidan ular quvonib, doim qo'li ko'ksida duo qilib turibdilar. 3 avlod uchrashuvida yig'ilganlar avvalo yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalik, xalq farovonligi, xususan keyingi yillarda ayniqsa mahalla tizimi, buning barobarida mahalla, oilalar hayotidagi ijobiy o'zgarishlarni, bu borada erishilayotgan natija yoki kelgusidagi rejalar xususida keng fikr almashdilar. Bunda mahallalarda ayniqsa nuroniylar, xotin-qizlar faoliyati tizimlashtirilib berilgani muhim ahamiyat kasb etgani ta'kidlandi. Bu borada jonbozlik bilan mehnat qilgan faollar tuman nuroniylar kengashi tomonidan taqdirlandilar. Prezidentimiz bizga nuroniylarga bildirgan juda katta ishonchlari, ularni bizni nuroniylar uchun qabul qilgan juda katta qarorlari bizni izchil harakatga solib qo'ydi. Ayniqsa mahallalarda, maktablarda, bog'chalarga borib, bemalol eshikdan kirib, yoshlarga o'zimizni saboqlarimizni berib, hayotiy tajribalarimizni aytib o'ta olamiz. Oilalarni mustahkamlashda biz bevosita shu mahalla bilan yonma-yon turib harakat qilyapmiz. Koshona uzra bezatilgan yangi yil archasi, to'kin dasturxon atrofida tashkil etilgan shodiyona chin ma'noda yangi yil bayramining sehrli lahzalarini ulasha oldi. Unda yig'ilgan nuroniylar 2026-yilda ham yurtimizga qut baraka, baxt, omad tiladilar.